Qadr kechasini Makka shahrida kutishni niyat qilib turgan do'stlar, assalomu alaykum. Hoji otalar, hoji onalar, salomatmisizlar? Alloh taolo umrlaringizni uzun qilsin. Inshaalloh 18-mart sanasiga Toshkentdan uchishga reys qo'yildi. Ya'ni Qadr kechasi bilan hayit namozini Makka shahrida kutish imkoniyatiga egasizlar. Malakali 50 boshi sizlar bilan birga ketadi va birga qaytib keladi. Xo'p, haram yaqin gassisalar 2 mahal saharlik bilan iftorlik bo'ladi. 14 kunlik, 15 kunlik paket, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun, 12 kun Makka shahrida bo'lasizlar inshaalloh. Ya'ni bu degani 26-kuni 27 ga o'tar kechasi, ya'ni Qadr kechasiga to'g'ri kelayotgan bo'lsa inshaalloh Makka shahrida bemalol kutib olsalar ham bo'laveradi. 50 boshlar o'sha aytib o'tganimizdek sizlar bilan birga ketib, birga qaytishadi. Ya'ni malakali 50 boshi sizlarga o'sha Toshkent xalqaro aeroportdan birga olib ketadi va birga qaytib keladi. Bunaqa imkoniyat kam bo'ladi. Ya'ni hozirda joyimiz bor, 25 ta 30 ta joyimiz qolgan. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqish imkoniyatiga egasizlar. Bizlarni musofirda kuzatib turgan do'stlarimiz bor. Telegram, WhatsApp ham bor. Bemalol Telegram yoki WhatsApp orqali aloqaga chiqish imkoniyatiga egasizlar do'stlar. Bir dona Zagram pasport evaziga joylarni bron qildirsalar ham bo'ladi. O'sha aytib o'tganimizdek, haram yaqin gassisa, 2 mahal milliy taomlar bo'ladi. Ya'ni saharlik bilan iftorlik bemalol milliy taomlarda qilasizlar. Ramazondan keyin, hayitdan keyin inshaalloh 3 mahalga o'tadi. Ya'ni hayitdan keyin 1-2 kun yana Makka shahrida yashash imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Unda 3 mahal milliy taomlarga o'tadi inshaalloh. Xo'p, haramdan gassisamizning masofasi 1,5-2 kilometr oralig'ida bo'ladi. Madina shahrida esa 100 metr, 150 metr masofada bo'ladi. Xo'p, o'sha sharoitlarni aytib o'tganimizdek, o'sha sharoitlar xuddi shunaqa bo'ladi. Bundan hech qanaqa bir o'zgarish, ya'ni uzoq gassisa bo'lib qolmaydi yo turk arab taomlarida oziq-ovqatlar bo'lib qolmaydi. Undan tashqari 50 boshi sizlarga inshaalloh sayohatlar ham qilinadi. Ramazon oyida to'g'risi ko'p joyda sayohatlar yopiladi va sayohatlarga olib chiqilmaydi. Sayohatlarga olib chiqilmasligining sababi biri Saudiya Arabistonda ro'za tutilganlaridan keyin Ramazon oyida ko'pchilik charchab qoladi. Ya'ni masofadan yurganda chanqoq bo'lib qoladi va toliqib qoladi. Shuni hisobga olgan holatda 50 boshlar sayohatlarga olib chiqmaydi ko'pincha. Lekin biz 50 boshlarimiz kim xohishinglar bo'ladigan bo'lsa, kim xohish qilib turib, misol Arafat vodiysiga, Arafat tog'iga chiqishni nima chiqamiz bugun xohlovdiganlar pastga soat mana paytga yig'ilamiz deydi 50 boshi. Shunda agar siz xohlab o'sha Arafat tog'iga chiqishni niyat qilib turgan bo'lsangiz, o'sha pastga chiqsangiz, inshaalloh pastga tushsangiz, o'sha o'zi maxsus joylar bo'ladi, yig'iladigan joylar. O'sha yerda 50 boshi to'plab inshaalloh sayohatlarga olib chiqadi. Bemalol sayohatlarimiz ham bor, sayohatlar yo'q ekan demanglar do'stlar. Bir dona Zagram pasport evaziga joylarni bron qildirsalar ham bo'ladi. Narxi $1300, $1300 ko'pchilikga qimmat deydigan bo'lishi mumkin. To'g'ri, hozirgi kunda xo'p 10-11 sanalarga $900-950 dan chiqarildi, lekin Ramazon oyi Qadr kechasiga gassisalar 2 barobar, 3 barobar ko'tarilib ketadi. Shuni hisobiga narxlar ko'tarilib ketadi. Ham avia chipta biletlari ham talab kuchli bo'lgan hisobiga, misol $300 ketish bileti o'zi bo'lsa, o'sha kunlarga $450 ga hisobga chiqib qoladi. $100, $150 qo'shilib qoladi. Har bitta xizmatni o'zi. Shuni hisobiga narxlar ozgina qo'shilib qolyapti. Ya'ni $1300 ishonarli firma, o'sha aytib o'tganimizdek, malakali 50 boshi doimiy sizlar bilan birga borib yurib, umra amallarini qildirib, sayohatlar qildirib, inshaalloh yana Toshkentga olib kelib qo'yadi. Xo'p, ekranda ko'rinib turgan nomerlarga tezda aloqaga chiqinglar va o'z joylaringizni bron qildiringlar. 18-mart kuni kechki payt inshaalloh reysimiz uchib ketadi. 10:30 da kechki soat registratsiya boshlanadi va xo'p 29-kunga o'tar kechasi samolyotimiz reysimiz uchib ketadi. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga tezda aloqaga chiqib, joylaringizni bron qildirib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.